Assalomu alaykum akalar. Mana hozir soatiga 920 tonnalik Grubinka nasos Zen firmali soatiga 920 tonnalik nasosimizni ishga tushirdik. Montaji tugadi. Xo'p, hozir 350 lekin 300 lik konteyner turbada montaj qildik. Hozir mana suv chiqarishlarini ham ko'rsatamiz. Mana suv chiqarishlari o'sha 1 metr, yarim metr otyapti hozir. Mana suvlari yaxshi. Hozir mashina 50 gektarga mo'ljallab hozir o'rnatib berdik. Xo'p. Matdan kesib tashlaganimizda latokka naryoqqa urib sig'may qolgani uchun faqat burdik keyin. Latoyda ag'ib ketdi suv. Hozir mana elektr shitlarni ham bu qator ko'rsatamiz. Mana to'kimiz yerdan kelgan. Transformatorimiz 50 metr nariyoqda. Hop, mana elektr shiti. Hop, amperi 32 amperda ishlayapti. Mana faza zashtalari GD5lari qo'yildi. Mana nasosimiz ishlashi yaxshi, suvni yaxshi tashlayapti.